Instagramdan ko'rib zakaz bergan akamiz uyiga mebel o'rnatgani kelganmiz. Mana shu mehroblariga shkafga berishimiz kerak. Mebelimizni ham mana yakuniga yetkazdik. Bu mebelimiz 3,5 metr joyga joylashdi. Bo'yi 3 metr joyga joylab berdik. Hop, qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ikki chekkasida kiyim ilgani sharoitlar berganmiz. 4 qismga bo'lib tayyorladik bu mebelni. Kiyim ilgani, tepa qismlari ushbu rejada ishlaydi. Polgalari bor, kiyim taxlagani. Keyingi qismlari polkalar qo'yib berdik. Tag qismida tortmalar qilganmiz. Tortmalari ham ishlaydi. Vakuum sharniylardan foydalanganmiz. Bu qismda ham polkalar qo'yib berdik. 2026-25-yildagi trendga chiqayotgan ranglardan bo'ldi. Sizga ham shunaqa mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasiz.